Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi ko'mir kotyorlarimiz yasab tugatildi. Quyidagi ko'mir kotyorlarimiz haqida qisqacha video ma'lumot berishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, katta kotyorlarimizdan boshlaymiz. Quyidagi katta kotyorimiz 30 kW quvvatga ega, 300 kvadrat metr joydan 400 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega. Bu kotyorimiz asosan uncha katta bo'lmagan issiqxonalarga o'rnatiladi. Kotyorga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi garachli idishlardan yasab olingan. Kotyorda 50 kg ko'mir sig'imi bor. Bitta zapravkasida kotyor demak 10 soatdan 1 sutkacha yonib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Barcha kotyorlarimizda demak ventilator va termostat bilan jihozlanish holati kuzatiladi. Kotyorlarimiz aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi kotyorimiz 200 kvadratdan 300 kvadratgacha bo'lgan hudud qizdirish quvvatiga ega 20 kW kotyor. Kotyorning ko'mir sig'imi 40 kg ni tashkil qiladi. Xo'p, eng kichik kotyorimiz 10 kW quvvatga ega. Bu kotyorimiz 30 kg ko'mir sig'imiga ega, 100 kvadratdan 150 kvadratga hududga ega joylarga demak taqdim qilamiz. Aytib o'tgandek, kotyorlarimiz aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega. Hammasida ventilator bilan termostat qurilmalari asosida jihozlanish holati kuzatiladi. Katta kotyorlarimizda 135 vatli ventilator turibdi. O'rtacha kotyorlarimizda 85 vatli ventilator turibdi. Kichik kotyorlarimizda 65 vatli ventilator turibdi. Kotyorlarimizda yasalish prinsipi bir xil, ko'rib turganimizdek, eshiklar andozasi ham bir xil razmerda bo'ladi. Faqat tozalash eshigimizda kichik farq bo'ladi. 4 tadan eshik bor hammasida. Asosiy eshigi, teplobmenniklarni tozalash eshigi, pastda kul oladigan eshigi, yonboshda ham demak qurimlarni tozalagan vaqtda teplobmennikimizdan qurim oladigan eshik hisoblanadi. Katta kichikligiga qarab turib, kotyorlarni demak bo'yiga o'sish holati kuzatiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, quyidagi kotyorlarimiz narxi bugungi kunda chegirma asosida sotish imkoniyatiga egamiz. Ayni kotyorimiz 10 million so'm baholangan, keyingisi 9 million so'm, oxirgisi 8 million so'm narxida baholangan. Yoz kunlari, demak avgustgacha bo'lgan muddatda xarid qilayotgan demak buyurtmachilarimizga yaxshigina chegirma asosida demak sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kotyorlarimizni dastavka xizmati bilan demak manziligacha dastavka qilib berish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.